bir-birimiz bilan bir aka-ukadek, do'stdek, payg'ambarimiz alayhissalom al-muslimu axul muslimi deganlar. Musulmon musulmonning akasidir, ukasidir. Musulmonlar bamisoli binoga o'xshaydi, mana bino mashi. Birini biri ushaydi. Bu degani siz meni poddershka qilishingiz kerak, men sizni poddershka qilishim kerak. Birini biri ushaydi. Hozir chetdan nimadirda olsangiz bino qulaydi. Yo nimadirlardi. Bir-birini ushaydi, bino turadi. Musulmonlar shundoq deganlar. Ya'ni musulmonlar shunday jips bo'lish kerakki, bir-birini ushaydi, qo'llab-quvvatlaydi. Agar siz bo'lmasangiz men yiqilaman, men bo'lmasam siz yiqilasiz. Shuni biz his qilmayapmiz xolos. O'zi dinda o'rgangan saringiz bor-ku, dinimizga bo'lgan muhabbat o'zida avtomatik tarzda oshib boraveradi. Dinda o'rgangan saringiz ichingizdan qoyil degan so'z o'zidan o'zi chiqaveradi. Bizda bir ajib, zo'r, yaxshi, biz o'ylagandan ziyoda narsani ko'rgandek qoyil deysiz-ku. Zo'rmi devorasiz. Faqat bizdagi kamchilik, xato shunga amal yo'q. Amal qilsak yana qaytib aytaman, ishoning, tug'ishgan akangiz bormi, ukangiz bormi? O'shandan ham ziyoda bo'ladi bitta yoningizdagi yo qo'shningiz yo sinfdoshingiz yo bitta ishingizdagi kolektivingizda bitta odam, ishoning shunaqa bo'lib ketadi. Balki undan ziyoda bo'lib ketadi. Tug'ishganingizdan ham ko'ra. Chunki bir insonni ahli va eng yaqini bo'lishi uchun qorindosh yo qondosh bo'lish shart emas.